Videoni oxirigacha ko'ring. Buni har bir ota-ona bilishi shart. Psixologiya bolalar ustidan qiziqarli tajriba o'tkazdi. Avvaliga bola bilan oddiy o'ynashdi. U quvnoq edi, ochiq edi, oson muloqotga kirishardi. Psixolog bilan mamnuniyat bilan o'ynadi. Keyin xonaga boshqa bir odam kirdi. U baland ovozda gapira boshladi. Bu qanday ahmoqlik? Kim bunday sochib tashlaydi? Shundan keyin bola o'zgardi. U o'ynashni istamay qoldi. Faqat o'sha baqirayotgan odamga qarab qoldi. Tajribada 150 nafar bola qatnashdi. Natija deyarli bir xil. Bolalar baqiriq bo'lgan muhitda o'zini xavfda his qiladi. O'ynashga, o'rganishga, ochilishga bo'lgan xohish pasayadi. Ovozimizning ohangi bolaning ichki dunyosiga ta'sir qiladi. Har bir so'z uning kelajagi uchun bitta ip. O'sha iplardan esa butun bir hayot ertaga to'qiladi. Endi savol, sizningcha siz bolangizga baqirayotganingizda uni qo'llab-quvvatlayapsizmi yoki asta-sekin uni o'chirayapsizmi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.